Eshitdim, yaxshimisiz jannatim? Jannatim, mazam o'tayam yo'q, mazam o'tayam yo'q. Hozir doktorxonadan chiqdim. Qarasam, kechadan oldingi kuni oshqozonimda operatsiya qildirib turdim, ichida qaychi qolib ketibdi-da. Mani duolarim bilan tirik qolgansiz. Sizni duolaringiz bilan tirik qoldim. Agar siz bo'lmaganingizda umuman tirik qolmaychidim. Yaxshi ham siz meni duo qilibsiz-da. Qalaysiz o'zi, ko'rinmaysiz. Yaxshi, rahmat, yurman, borman. Show biznesda nima yangiliklar? Show biznesda nima yangi? Qanday Hamma kinolar yangilik chiqyapti? sizda Sardor aka. Yo'q, yangi kinolar chiqmayaptimi? Qaynota kelinni o'ldirishi, qaynota kelin margumush berishi. Qilyapti. Qachon chiqadi bir yaxshi kino ko'rmaganimizga ham bir 10 yillar bo'ldi-da, oxirgi marta. Sentabrda chiqyapti, zo'r kino chiqyapti. Qanday kino chiqyapti? Yangi serial chiqyapti. Ismini sizga bag'ishladik. Nima uni ismi? Sardorning qaytishi degan. Yo'q, Sardorni qayerdan qaytishi bo'ladi bu endi? Dubaydan. Dubaydan qaytishi degan kino olyapsizlar. Necha seriya u? O'zi 30 ta seriya qildik. Kanalga yoqdi. 60 ta qilaylik. Oxiri 120 tagacha chiqaringlar deyapti hozir. Voy. Oldindan pul tashab berdi, qarang. Agar hayotim mobaynida, umrim mobaynida mendan so'rashsa, kim bilan o'tirmaysan, bir dasturxonda o'tirishni yoqtirmaysan desa, artistlar bilan, kino aktyorlar bilan, qo'shiqchilar bilan o'tirmaychi deb. Sizlar hayotda ham artistlar-da, sizlar hayotda ham artistsizlar. Nima siz bilan o'tirmas ekan Sardor aka? Kim o'tirmas ekan? Artistlar ham siz bilan o'tirgisi kelmas ekan. Nimaga? Sizlarga bor hali men bilan o'tirish darajasi, sizlarga bor, men bilan yurish darajasi sizlarga ancha bor. Sizlar yuraveringlar 250 ming so'mga kuniga kinoga tushib. Men 250 ming emas. Men unday. Biza serialga Alisher Uzoqov o'ynadilar, 60 ming dollar gonorar oldilar 30 ta dona serialga. Alisher Uzoqov, 10 ta seriyasiga. Ulug'bek Qodirov, yana bitta aktyor bor. Bitta to'lachadan kelgan kim? Asqarmi kim? Ash bola oti kaltagina. Bo'ychasi kaltagina. Asqarmi kim? Kim o'sha bola oti? Bul beringlar, bitta-bittadan bilmayman. Bo'ychasi kaltagina kim? Bunday qiziqchi kinolarda o'ynaydi-ku, qiziqchi kinolarda o'ynaydi. O'shada Asqar aka bo'lsalar kerak. Asqar aka, keyin yana bittasi, hozir aytaman. Aziz Rametovmi? Kim? Aziz bir balo. Rajabov. Ana shu to'rtalasi O'zbekistonda aktyor deb tan olaman qolgan. Hech qaysalaring aktyor emassizlar. Sizda qanday qobiliyat bor? Qani bitta aktyor ustida men ko'rsatingchi, oddalni время ko'rsatingchi. Yo'q, hamma qobiliyat sizda Sardor aka. Meni qobiliyatimga teng kelayotgan Ulug'bek Qodirov bor edi. Ulug'bek Qodirovda ham hozir shunday taylab o'tib ketdi. Shunday orqa, shunday taylab, shunday o'tib ketdi. Meni aktyor ustimam, meni obrazim uncha-muncha odamda yo'q. Uncha-muncha O'zbekistonda, O'rta Osiyoda mana bu Великолепный vekda ham o'ynagansiz, a? Qaysi kinoda? Великолепный vekda ham o'ynagansiz, Turetskiy. Yo'q, o'rischa kinolarda o'ynamaganman. O'rischa kinolarda. Yo'q, u turkcha kino u. Anaqada Haram Sulton Sulaymonni anaqasida ishlaydigan bo'lib o'ynamaganmisiz? Yo'q, unda turkcha kinolarda ham o'ynamaganman. Bulbul og'a. Men faqat amerikanskiy Brazil kinolarda o'ynaganman. Men yaqinda Oscar'da olaman, qarab turing. Yaqinda tushgan kinoda. Gollivudda ham o'ynadingizmi? Qaysi kinoda? Gollivudda Shohruxxonning oxirgi o'limidan oldin, yaqinda o'ldik Shohruxxon. Ana shu Shohruxxon o'limidan oldingi kinoda men bilan tushdi Shohruxxon. Tez kunda Skora chiqadi. Shohruxxonni ham kinosini chiqaramiz. Lekin baribir Великолепный vekda zo'r o'ynagansiz, bor. Sumbulog'ani zo'r o'ynagansiz. O'yladi, lekin Azaxon ikkalamiz ham bir kino o'ynashimiz kerak. Bizlarni taxlab tashlagansiz, bilasizmi? Arabskiy raqslarni ham siz o'rgatgansiz. Voshke, bor. Fanatizm o'sha kinodan keyin fanat bo'lgansiz. O'ylaydi. Ikkalamiz qachon kino o'ynaymiz? Ikkalamiz bir kinoga tushishimiz kerak. Toshkentga kelsangiz o'sha gap. Cho'ponlar olib qo'yganman sizga. Nima olib qo'ygan? Cho'ponlar, Zardushiy cho'ponlar olib qo'yganman kelishingizga. Ha, o'z aeroportda kutib olasiz. Конечно, karnay sunnilar bilan kutib olaman. Geliklar gaplashib qo'yganman. Yomon-da bu meni aldayapti bu. O'zbekistonga shunday bor.
O'zbekistonda yurgan paytim ado qilgan meni Toshkentga chaqirib olib qamatib yubormoqchi bo'lgan bu qiz meni. Yo'q, Bu qiz meni qamatib yubormoqchi bo'lgan. yolg'onchi odam ishonmanglar. Bu qiz meni qamatib yubormoqchi bo'lgan. Bu aldaydi bu qiz. Bu tulki bu. Shunda jimgina turib qamatib yuboradi meni. Aldayapti bu. Tog'ajonlar, rahmat, jo'lang sog' bo'lsin. Siz Azzaxon, lekin bitta Asli bilan o'tirmayman deysiz, Halima opa bilan har kuni o'tirardingiz-ku akam. Halima opam rahmatli tillo ayol edi. Tillo ayol, tillo. Unday ayol dunyoga bir marta keladi. Bir marta, yana 500 yilda bir tug'ilishi mumkin. Halima opam rahmatli ayol dunyoga 500 yilda bir yana tug'ilishi mumkin, boshqa tug'ilmaydi. Halima opam tillo ayol. Umrdan baraka topsin. Necha yil yashagan bo'lsa ham, o'sha ayolni men o'lgunimcha hurmat qilaman. Meni Rasa go'shtlar jo'natardingiz Halima opamga, tandirlar. Go'shtlar jo'natardim, opam menga atirlar jo'nataychidi, joni sog' bo'lsin. Lekin Halima opam unda kinolarda o'ynamagan, Halima opam. Yo'q, o'ynagan. Nima o'ynamaylar? Halima opam kinoda o'ynaganlar rasa. Kim? Halima opa kinoda o'ynaganmi, Halima opa? O'ynagan. Rasa kinolarda o'ynaganlar-yu. Qaysi kinoda o'ynagan Halima opa? Ana, hozir yozishadi kinolarni. Boshida kinodan chiqqanlar, keyin Mirzani konsertida chiqqanlar. Men Mirza teatrda ko'rganman. Halima opani Mirza teatrda ko'rganman. Sochlari strishka bo'lib, Ulug'bek Qodirov bilanmi bitta kinoda o'ynaganlar, sochlari strishka paytida. Siz ham lekin yaxshi qizsiz. Ko'z tegmasin, baxtingizni bersin. Siz faqat shu bitta ersizlikdan qiynalyapsiz. Shu uylangan erkaklarni hammasini turmada chirtib yuboryapsiz. Sizga uylangan odam adashasiz. O'ylangan odam qo'rqa. Hamma yaqinda bitta videosini ko'rdim. 20 qamat o'raman degan videosini ko'rdim. Yo'q, adashasiz. Boshqa odam bilan adashtirmang. U kim edi? Boshqa aktrisa, sizga o'xshatgan aktrisa ham bormi O'zbekistonda? Bo'lishi mumkin. Mani erimmi 14 ta sudimisti bor. Odam o'ldirib 97 tili bilan qamalib chiqqan. Hammasi bor. 167, 168, 169, 104, 107, 167. Hammasi bor. O'zi shunaqa odamga tegganman. Qachon kelasiz jannatim? Kannesindagi bugun qidirib qo'yaylik. Borsa ham Azzaxon kutib olmaygan deb aytdinglar. Yo'q. Bu qiz meni ham men kutib olaman, armonim. Yo'q. Bir marta ikkalamiz ko'rishganmiz yetadi. Bo'ldi. Boshqa ko'rishmaygan deb ayting. Boshqa ko'rishmaydi. Siz boru, men qamatdi deb ko'rgan bo'lsangiz, men sizni hammani o'ldirib chiqyapti deb eshitdim. Men aytdim, yo'q, Sardor aka unaqa emaslar dedim. Hech kimni o'ldirmaylar dedim. Hammani o'ldiryapti Sardor deydi. Bir 5-6 ming dollar pul bersangiz, sizni ham ertaga o'ldirga chiqarib yuboraman. Meni o'ldirib bo'lishgan oldin уже. Hurmatli aziz qadrdonlar, assalomu alaykum hammaga. Bu mudhish xabarni aytishdan oldin yuragim barcha joylaridan, tomirlaridan bo'linib ketdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisamiz Azzaxon Yakubova olamdan o'tib qoldi. Nima deb o'ldi desanglar, sevgi dog'ida yetish olmagan yigitini uchun o'ksiz ichib pitirlab jon berib o'lib qoldi do'stlar. Endi nima qilamiz? Bo'ldi, mana sizni ham o'ldirib, shunday bepulga shunday o'ldirib chiqarib yuboraman sizni. Sizni ham shunday o'ldirga chiqarib yuboraman. Umuman o'ylatmang. G'am chekayotmang siz. Qarang, anaqa skidka qilsak bo'lmaydimi? Shu 7 ming emas, sal arzonroqga o'ldirib bersangiz bo'lmaydimi? Bir 5 minglarga ham o'ldirib beraman sizni. Shu barterga o'ldirib bersangiz bo'lmaydimi? Nimani barter qilamiz o'ldirish uchun? Mana ham Instagramda aktivim zo'r-ku. Mana ham siz aytgan narsa Instagramda qilib beraman keyin. Siz meni o'ldiga birinchi chiqaring-ki, men sizni o'ldirga chiqarib yuboraman bo'lmasam. Bir-birimizni o'ldirib. Bari yozib yuborsangizchi, alamingiz bormi? Astag'firullah, meni onasini ham borku, maktabda yozmaganman. Maktabda qo'limga ruchka olib, maktabda yozmaganman. Qanday qilib sizda endi men yozib yuboraman? Yoshda ham bilmayman. Ismimni, familiyamni faqat bir onamda ko'rganman. Nima edi? Pasport olguncha pasportimdagina qo'yganda yozuvni o'qib ko'rganman. O'shanda o'zim yozmaganman. Birovlar yozib bergan. O, bilyat, qiruch boshqachada. Qiruch boshqachada onasini emsin. Buni qarada, Alibanat qarada. Qiruch boshqachada, bilyat. Qiruchda u bilyat. Alibanat nima gapiradi? Tejmasalar chaqchamasdan. Bu vaqtda Toshkentda nima gap? Ob-havo, Toshkentdachimi? Azzaxon necha kilosiz? 47. Bo'ychi. Aniqaman. Tovut yasatasizmi? Tovut. Ha, bo'y.
Bo'y 1.68. Biri 68 ga Standart bo'ladi. biri 68 ga 47 kilo. Ya, past. Hech bo'lmaganda 55 kilolar bo'lishingiz kerak. Ozg'insiz. Deyta qilmang. Bosi yeng. Tushunyapsizmi? Bo'lmaydi uvis bo'lmaydi. Normalniy standartniy Barbie kukla bo'lmoqchi bo'lsangiz, 90 bo'lmoqchi bo'lsangiz, normalniy qarang. Biri 65 ming bo'yingiz, biri 65 bo'yga, Bu qanaqa 1.65, 1.68 pakana qilib qo'ydingiz-ku. biri 68 ga 55 kilo bo'lishingiz kerak. 55 kilo bo'lsangiz, chotki, normalniy chotki nechta bo'ladi bo'ychangiz? Standartcha bo'ycha bo'ladi, standartcha. Bo'pti, endi kimni chaqirmoqchisiz? Qaysi qizni shundan gapiring. Endi shu yoshligimda bir ahd paymon qilib qo'ygan muhabbatim bor edi. Yoshi anchagina kattaroq, mendan birga bir kattaroq, lekin nima bo'lganda ham hozirgacha sevaman. 4 ta bolasi bo'lsa ham sevaman. Yaqinda Shakira bilan ko'rishmoqchiman. 2-0. Shakira bilan ko'rishmoqchiman. Shakirani shunaqangi darajada sevaman. Hayotimda spirali, hayotimda kiltrasi Shakira bo'ladi. Bu boshqa umrimda bitta armonim Shakira bilan ko'rishish. Ana Shakira bilan 70 ga kirgan bo'lsa ham bir ko'rishishim kerak. 80 ga kirgan bo'lsa ham. Yaqinda uylandingiz shekilli, bitta qiz keldi-yu, uylandingiz yaqinda kimgadir. Uylanmoqchi edim, teshik chiqdi. Uyimiz bo'lmadi, teshik chiqdi. Bokiramas ekanmi? Bokiramas ekan. O'ris qiz teshik chiqdi. Shuning uchun endi tekshirib ko'rdim-da, bansaga borishdan oldin barmog'imni suqib ko'rdim. Barmog'imni suqqandan keyin qarasam, qon chiqmayapti. Keyin qarasam, jala bo'lmaydi dedim. To'yda atmin qilib yubordim. O'z to'ylar, restoranlar hamma yoqda polni o'zim nakrovat. Bo'lmaydi, to'ppa-to'g'ri qilibsiz. Bokirasiz siz. Sizdek bolaga bokira qiz kerak. Rahmat. Iliq tilaklar uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Iliq tilaklar uchun kattakon rahmat. Men uylanaman. 4 ta balasi bo'lsa ham Shakiraga uylanaman. 5 ta balasi bo'lsa ham Shakiraga uylanaman. Shakira 65 mi 70 ga chiqdi, milfa u. Po'xo'y. Borada. Po'xo'y. Bansaga olib boramiz, tiktiramiz, qiz chiqadi, po'xo'y onasiga. Davralar bilan katta bo'lib ketasiz siz ham. Bilimli. Zato bitta o'g'ilchasi bo'laman. Eng katta o'g'li o'zim bo'laman. Shakiraning katta o'g'li necha yoshda? Navarasi bo'lasiz. Qanday navarasi bo'laman? O'g'li уже siz bilan bo'yi yetib qolgan. Lekin u ancha ishlar qilgan lekin. Lekin juda chiroyli. Hali ham juda chiroyli. Men shu ko'zimni ochib disketdan videolarini ko'rganman-da, shu payt sevib qolganman. O'sha sevgandan beri hali ham Shakirani sevaman. Qarang, bugun Alla Pugacheva bilan Maksim Galkin chiqdi-ku, ko'rdingizmi? Shunaqa yurasizlar ekan. Alla Pugacheva tirikmi? Ha, tirik ekan. Bugun Instagramlarda Maksim Galkin bilan chiqdi. Kalti yubkalar bilan milfa bo'libdi. Shunaqa yurasiz ekan sizlar. Milfa nima degani? Men uyalaman aytishga, auditoriyangizga tursa, o'sha anaqalar milfa deydi. Nimani milfa deydi o'g'lar? Milfa nima degani? Yozinglar. Milfa nima degani? Milfa. Translyatsiyalaringiz ham bor, jo'y. Ya, mana meni qattiqlarim zo'r hammasi, biladi. Tajribasi katta odamlar menda o'tiradi. O'zbekistonga qachon kelarkin Sardor deyishyapti. Fanatlaringiz. Mendan boshqa kutayotganlar ham bor ekan. Kim kutyapti ekan meni yana? Butun xalq kutayotgan ekan. Kimdadir katta zapravka bor ekan, onasi emsin 100 ta. Plaka yutaylik, bitta raund xataba. Sizga emas meni yutish. Sizga hali bir 100 yillar bor meni yutishga. Meni yuta olmaysizlar, yo'q. Men yuta olmayman, to'g'ri. Plakam yuta olinglar.